Qadrli obunachilar, sizlarga bitta savolim bor. Bitta obunachilarimizdan bitta inson montaj qilib bergin deyaptilar-da. Ular aytayotgan montaj noodatiy, ya'ni mana menga o'xshagan. Renovating the entire electrical wiring system for a 150 square meter house. This is my apprentice. He has been learning. Shunaqa bo'lsinki, O'zbekistonda bunaqasi bo'lish kerak emas deyaptilar-da. Narx-navoni so'radilar. Men odatda $15 qilaman dedim montajni, lekin bu talabga binoan kamida 2 barobar ko'p vaqt ketadi, shu bois $30 qilaman. To'g'ri kelsa mana shunaqa beraman. Undan kamiga o'sha menga zarar, to'g'ri kelmaydi dedim. To'g'risi ideal bo'lsin deyaptilar-da, ko'riblarda yurib, naqsh bo'lish kerak, san'at asari bo'lish kerak-da. 2 xonali dom ekan. Xullas savol shundan iboratki, o'rtacha 2 xonali domda mana shu shitlarni moduliga, hammasiga hisoblaganda nechta tochka chiqyapti? Menga shuni mana pastga yozib yuboringlar, iltimos.